Yevropa ve dünyanın her qaysı dövletlerinde yaşayotgan Uyg'urlarning vatanga berish uchun Xitoyning ta'tir tashviqotiga ergishib ketib berishiga qanday qaraysiz? So'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat sandım bu sualınızga. Hem de hazır ictimai taraflarda bu noktalıq bir şekilde halkımızın gün tertibinde buladıdı. Bu mesele Xitayning yana bir oyunu. Oyunun bir kısmı desek buludu. Çünkü Xitayning oyunları bekcik macerette kılıvatkan. Evet bu temaga kirishdan burun ko'rurmanlarimizga deydiganim shuki, biz Xitoyni, ya'ni bizga tajovuz qilib kirgan, bizning vatanimizni egallab olgan, bugungi bizga erkiy qirg'inchilikni mushtaq shaklda, tabiiy shaklda davomlashtirayotgan bir Xitoyni tushunishimiz kerak. Agar biz Xitoyni tushunmagan vaqtimizda, Xitoyning ilmiy fikrini va ularning qilayotgan suiqasd planlarini tushunmagan, bilmagan vaqtimizda biz ziyon uchrab kelaveramiz. Hozirgi kelayotgan, hozir 74 yilning yog'i tortayotgan ziynimizning eng tük sababi biz Xitoyni tushunmaganligimiz deb qarayman men. Onun uchun Xitoyni tushunish bek muhim. Anandan boshqa Xitoy nima uchun bizni bugungacha idora qila oladi? Nima uchun bizga bugungacha bizni tutib tura oladi? Tajovuz qilyapti degan nuqtada Xitoy bizni yaxshi tushunganligi uchun. Xitoy bizni yaxshi tushunib, bizni yaxshi tadqiq qilib, bizning xulq mijozimiz, hattoki bizning uyimizga qadar Xitoy singib kirib bizni tadqiq qilib, yaxshi ishlaganligi uchun bir formula turg'izib, bizni hozirgacha nima qilib ketib bordi. Muşta kul kılıp işte izip gidip var. Eğer biz bir şekilde yüzümüzü biraz ıslah kılıp Xitayni düşünüş bilen birge Xitayning ilmiy berbat berişini yoki onun müdafiilenişini iş bo'lmaganda çok yüzümüzni qanday qutuldurimiz, qanday saqlab qolamiz, qanday biz yana oldini olamiz deganni o'ylashmasak, o vaqtida biz teximiz yanlashib ketganmiz. Bu bir ziyanning bir qismi bu. Bir qismi o'sha oldimizdagi, abim siz so'ragan savolingizdagidek, muajiratlik Uyg'urlarni teşkillik aletde dünyanın her qaysi devletlerinden var. Teşkillik devletlerde vize koyaş arkalı vatanga teklif kılmadı. Bunun aldığın şartı Xitoy bunu da 2 yıl burun bizim bilgen haberimizde 2 yıl burun bunun tayyorligini qilib bo'lgan. Qanday tayyorligini qilib bo'lgan deganda Xitoy agar shu xalqaraning vaziyati Xitoy 2017-yili 4-oyda shu keng ko'lamlik bizga kamplarni qurib, turmalarni, lagerlarni layliga vaqtida Xitoy ma basqıçta miya kilidi, ma basqıçta miya kilidi degan taxmin şekilde kelib qolgan. Bu planlarni yaxshi tuzib, shu plan bo'yicha kelib qolgan. Hozir u planning oxirgi, ya'ni bir qismi, oxirgi emas, ya'ni davomli qismi agar xalqaradan bugungidek 9-10 davlat erkak qirg'inchilik qabul qilgan, bütün g'arb ellari kuchli davlatlar Xitoyga erkak qirg'inchilik haqida Uyg'urlarning erkak qirg'inchiligini qilayotgan taqdirda qo'lini tat deb besim qilayotgan holatda bugungi kunda mana biz 7-8 yılın oldu köreşmedi. Vay telefon alakalanmamız, vay anam nerede, vay dadam nerede de hemimiz guvalık verdik muhaciretteki. Köpleyen kardeşlerimiz aşağı uruk tukanlarımıza sahip çıkalaydıgan, aş uruk tukanlarımızdan izlergini kılıdıgan, aş vetengi sahip çıkalaydıgan kardeşlerimiz kollarımızda uruk tukanlarımızdan resimini götürüp durup kuş koyularda namaçlandı. Bunun bedeli Xitoyni müdahale degende onda olsa hep yumuşak şekilde bir güçünü asıl kırıp aşı abiyam kıdek ayrı bir aşı elake basam buluttu deb üyülen isil alaqılıp mujda Xitoy bilan bir berib aşağıda bir ülep ketgan tuqqanlarimni ziyorat qilib olsam yoki bo'lmasa bir berib aşağıda tuqqanlarimda yuz ko'rishib olsam uzoqlashib ketdi deb hasrat Uyg'ur shu elake nadomat chekayotgan qarindoshlarimizdan bir turkumini o'ziga mayil bo'ladigan, o'ziga qo'lga tushadigan, tushalaydigan va o'zi ba'zi kontrol qila oladigan, ketgandikimi kontrol qila oladigan ben dedim ya aldım gipimde. Xitoy bizni yaxshi tadqiq qildi deb. Tadqiq qilib, shu o'zining tadqiqotiga, o'zining shu diga yerga chiqalaydigan odamni tanlab, ularga viza berib, ularni naiti dabdabilik, hattoki ayrim WhatsApp to'plariga o'ynamaga, WhatsApplarga ayrim uchur qilib, urug' tuqqanlar bilan ko'rishtirib, ular bilan aloqa qilib, qanday bir shaklda xizmat ishlab, ularga kapolatlik bergan shaklda yana xotirjam berib kelalaydiganligiga amin topilgan holatda ularni javob apirib ekilyapti. Buning hamda ashining xarakterini tushunmagan, ashini bilinmagan, agar mushu bag'inim ashad urug'tuqalarimga foyda bormi, ziyon bormi deb uni mo'ljallayolmagan. Ashu o'zining qarg'ilachlam, voy mening o'sha men ko'ramadim, dadam bilib, onam bilib ketibdi, avlabdi, dadam sakratdiki, onam sakratdiki deganni bana qilib turib,
yüzünü çok aşının banına tutup aşağıya biriş ya komiser vatan tukallarına bir yüz görüşülüş şeklinde 16 yıl bağımdım, 17 yıl bağımdım diyendek şekildeki banalarla aşağıya yönlendiriş arkalıkçı Xitayning tozuqqa uçup ketip bardı. Xitaymo qandaq şekilde ularni tuzak tushirishni obdan bilib tuzak buni laylaglek bizning odamlarimizmi shu şekilde voy basam nim bo'pti. Voy bu kapalat berdi-ku. Hozir Xitoy yumshoq Xitoy-ku. O'ngishilib qoldi-ku. Voy men üzem basam üzem badim, men nima ko'rsam ko'rdim. Va yoki bo'pti mushu banat men bir mush eqinda berib kelib olaychu. Deb o'zining shaxsiy havasini hammamizning bag'risi bor, vatanga hammamizning köygüsü var şu atalarımızda. Ülep ketken şu atanımızın kaverisinin yoklığımız var. Kimden yok? Hemimizden var. Ama diyen bir neresi var şu. Üyege bağsak bizge aşağıdaki halkımızga ve muhaciretki davarımızga paydası var mı, zini var mı diyen anda denseyimiz şu. Dens yapıp ayağı bağsak bu Xitay'ın bir kıltık gel. Bu kıltık uçup geçsek ma ayağdaki tukallarımız mı ziyan tatlı diken məlum mezgul eken. Bizim ziyan tatlı dikenmez. Hayır, onundan biz yüzümüz yoruq halatda bayrağımızı götürüp müstakillik şuarımız bilen baraylı şu yerge diyen nesini oylayanmağan bazı kemtik oylayan qarindoshlarimiz Xitoyning dami uçup ketib bordi. Şu an Xitoy bu jihatga abyomidagi nurg'unlagan teşviqot nuqtalarini, bosqichlarini besib o'tib bir şekilde bu meydanga elib chiqib bir şekilde hazır güldür qara şekilde bir Xitoy nima deganda bir işte muhit yaratmoqchi. Vay bir xotirjam berib kelaydigan, xotirjam şekilde bu işler normallashgan şekilde kayfiyatlar muhaciret hayatımızda. Hazır mana biz bunun bedemlenmesini gördük. Hazır WhatsApp gruplarında, ijtimoiy tarmoqlarda biz iki grup oldu. Birisi barıdı bağalını qo'llaydigan bir grup oldu. Yani birisi bağalını qarshi turgan bir grup oldu. Ma qarshi turganlar abyomdagi dansep buni bunun payda ziynini oylab to'xtab turib, ma'ning bizga paydasi ziyn chiqqan. Bu Xitoyning damiga tushmaydi. Bu aniq şekilde Xitoyning bu bir qatil. Biz bir qatilning yiniga, uningga hech qachon bormaymiz. Qatilga biz qanday qaraydi? Biz agar vijdonimiz bo'lsa, iymonimiz bo'lsa, qatilga nafrat bilan qaraymiz. Bu qatil ya, u Xitoy. Ashadki har bir Xitoy qatil ya. Bu elchixonada Xitoyning qatil ya. Biz elchixonaga shuni pasportimiz bana nima qo'yapti? Tam Avrupa yoki viza deb kiramiz ya. Iltimos qilib. Qatilni oldiga kiramiz biz. Aşağıdaki hemimiz bilimiz aşağıdaki 3 milyondan 5 milyon qarindoshlarimiz qirg'in qilgan, aşağıda qaldı xalqimizni hozirgacha turmalarda qiynayotgan, ayni hozir hemimiz biladigan adablarimizni Yalqin Ro'zi olsun, Abduqodir Jalolov va shunga o'xshash adablarimiz, yozuvchilarimiz, hatto ulamolarimiz hemimiz turmada azoblanayotgan, hatto hayat mamatligidan bizning xabarimiz bo'lmagan, hatto o'zimizning urug' tuqqanlarning hayat mamatligidan xabarimiz bo'lmagan holatda biz yana Xitoyga xushomad qilib Xitoyga aşta qirg'inchilik qilgan, aşta o'tdagan, aşında qiyni qurmagan qarindoshlarimizni aşta holatida texyani biz Xitoyga telmirib, voy menga bir viza versen, men bir aşağıda bir qog'alni bir ko'rib kelsam, mening bir şekilde o'zimizning taslimchilik, o'zimizning qulchilik, o'zimizning şu mag'lubiyatchilik holatida Xitoyga yuzlansak, Xitoy bundan foydalanadi. Xitoy albatta xush bo'ldi. Chunki bir millatning ichida bundaq nankor, bundaq munofiq, bundaq vataniga xiyonat qiladigan insonlar bor. Xitoyning ichidan bor, Uyg'urning ichidan bor. Demak, agar biz mush yo'lni tanlab qo'ysak, vatanimizga, millatimizga, ashadagi urug' tuqqanimizga xiyonat qilganmiz shu. Bu xiyonatni tushunmaganlikdan, bu xiyonatning nimaligini harom desa, harom degan ne, haromni bo'lsin, ko'ngli bizdan harom degandek, bu harom, xiyonat bo'lsin, bizning bir nafsini qondirib oldim-ku. Ben aşağıya berib oldim-ku. Aşağıda bir iş bo'lmaganda Xitoyning nazarati olsun, ko'rib, yinib kelib oldim-ku. Bo'ldi, men o'zimning shu ko'nglimdagidek nimamni qondirdim. Deb mushu ozg'ina ekan bir nafsiga, kichkina nafsiga, vatanni tekshirib olgan debdi. Voy biz manchilik qildik qoldik, anchilik nimada qoldik, voy anda oldi, manda oldi deymiz. Vatanimiz qo'ldan ketdi, yo ajdodlarimizni xafalaymiz. Bugungi kunda bu xiyonat qilganni bizning kelajak avlodlarimiz bundan xafalandı, xafalmandi. Xitoy mushunda qilg'in qilyapsa, mushunda o'ltiryapsa, bu yana izzat etmay aşağıya vatanimizga ash şekilde Xitoy qo'shilib ketgan bu. Demdi demamdi. Xitoy buningdan, bu kelganligidan
chiroyli videoni elib, chiroyli nimani qilib, aytdi, ash kutib olgan, aydurumni kutib olganda ko'rinishni Xitoy ammamda videoga Xitoy elib, bir şekilde aşağıdaki bağın ziyaretlerini ki, ba'zi bir Xitoy o'lchimga to'shqanini to'shtirib, nihoyat yaxshi videoni tashlab, aylanib bizga bilet tashlagan, bizga ovoz bergan parlament a'zolariga avatib turdi. Amerika, Kanada, shu 9-10 davlat bor. Shuning hammasiga avat. Mana sizlar ma qirqinchilik degan tamam, mana ma Uyg'urlar o'ynayapti degan manzarni yaratmamdi. Mana bu miyadagi bir jumla deb, miyada siz 6-7 yildan biz miyada namoyish qilyap, 6-7 yildan miyada qishmi yoz ash qarindoshlarimiz qana ayadi miyada deb erkak qirqinchilik uchun tartibga kirib, bugun xalq soti orqali buningga qirqinchilik degan bir nimani berib, dunyo kun tartibida ekilayotgan bütün neticen şu bulaşına şekilde yok kılıştırıştı Xitay. Xitay bunun meyli faydası olsun, meyli olmasın bu şekilde yönüşünü devam kılıyordu. Fakat bir yerdeki Amerika degenimdeki acaba bağallı olsun, berivatkalı olsun, şunun hemdemde olsun, Xitayga bir şekilde gaz verivatkalı olsun. Elke Ankara'da biz çıktı ya, Ahmetcan İsmail'de bir TV. Bu kitabını yazışki maksat şu Xitay'nın şu bu Ahmetcan İsmail'nin aklından ağan neyse emez ki bu Ahmetcan İsmail'nin şu şekildeki Ahmetcan İsmail'e okşaydıgan bir Türk'ün mankurtunun ideolojisini bunu yoğurtup, bunu teşvik edip, çıkıp, bunu umumlaştırıştırışkan bir tanesi çok. Bunu manda düşünsek oldu. Bunun keyini görünce çıkarıp Ahmetcan İsmail kimdi, bu nimiş kıgantı, Ankara'nın nimiş kıgantı, bunu söyleyip kesek bir yerde temir münasır sözü var. Yamancık yapar. Yamancık yapar. Xitay hiç kaçan qarindoshlarım bu hiç kaçan jim turib bakkan yo'l emas çok. Bütün bizning ishimizni, bizning mijozimizni, bizning uchurimizni her kaçan mayli WhatsApp'dan bo'lsin, mayli Facebook'dan bo'lsin, mayli telefonimizdan bo'lsin, her xil mayli atrofdagi chevramizdagi bizga do'st bo'lsin, dushman bo'lsin, bu shuni hammasini egallab turibdi. Egallab uni tadqiq qilibdi bu suribcha. Qaysi bizga foydali, qaysi bizga ziyonli debchi. Şunu olayani kendi bizga tedbir qo'llanib, bizni bir şekilde manda qılayımqıllaştırıp, manda bir-birimizni so'qlashtirib, manda qilamiz. Abim deganimda gapim qaytib kelsam, u qarindoshlarimiz bo'lgan degan biz nima deymiz? Bu yerda ayna ba'zi qarindoshlarimiz ba'zilari xafa bo'lgan bo'ldi, ba'zilari haqorat degan bo'ldi. Hammasi o'zining kayfiyati uçluq gap qilgan bo'ldi. Chunki bunu bo'lgandan keyin bu yerdagi da'voga va ashaddiy xalqimizga ziyon solgan, uning da shunga qarta, uning qarshilik bo'ldi. Bu qarshilik mening teklimimde hakaret şeklinde emez, ilmi şekilde bunu devamlaştırış gerekiyor. Bunu hemimiz yüzümüz çıkmışlar ekranlarımıza, her bir anla yaratıp beğendikmişler fırsatlarda çıkıp biz yüzümüzle, kudu hemimiz yüzümüz için, urtuklarımızdan resmi görüp guvalıp kaldık ya, bu mu şu şekilde terakki kılış gerek. Eğer o şekilde terakki kılmışsa, maaş Xitay'ın payı sığmaymıştır. Biz muşu megavatkalını, birivatkalını biz tutup kalamayız. Bula Xitay bilan mana giralishib bo'lganlar, Xitay bilan mana sulh qilishib bo'lganlar. Ammo bizning bularni o'zgartirish, bularni tinchlantirishga bizning kuchimiz yetmasligi mumkin. Ammo bizning kuchimiz yetadigan mushudan ilhomlanib, mushudan qo'shilib ketib, "Bal Xadirjon berib kelibdi, bizim berib kelsak bo'ldi ekan" deb ba'zi bir nasivan qarindoshlarimizdan mush yo'lda ezib ketishdan, mushliga o'xshash taraftar, Xitay taraftarını hep qilishdan bunu eskartishimiz kerak. Bizning qutqizib qola oladiganimiz bu. Bizning qutqizib qola oladiganimiz kesel ulab Xitay bilan giralishib 80-90% Xitayga yetib ketgan odamni biz o'zgartirmaymiz. Bizning o'zgartirishimiz Xitayning shu munofiqlik, manqurtlik va ba'zi kasallarning juqdan qarindoshlarimizni oldini ola olsak, menimcha yaxshi bo'ladi deb qarayman. Kanalimizga a'zo bo'lgan va bo'ladigan tarixib bergan barliq qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Qarindoshlarımızdan yaqindan qo'llab qo'yilishi, tarixib berishi, hammagarlik bilan texnik güzel programmalar o'tirib chiqsa, hammadan Allah razı olsun.